Assalomu alaykum hurmatli azizlar, qadrdonlar, hurmatli bizni tinglab boruvchi aziz tinglovchilarimiz. Biz sizlar bilan bugun har bitta dardlarni, kasalliklarni, muammolarni keltirib chiqaruvchi sabablarni ko'rib chiqamiz. Aytishadiki, har bitta kasallik asabdan deyishadi yoki stressdan deyishadi. Azizlar, qadrdonlar, biz hozir sizlarga har bitta kasallikni, har bitta muammoni, har bir dardni kelib chiqish sababini sizlarni ko'rib chiqamiz. Va sizlarga shunday bir sxema, instrument va insight taqdim qilamiz. Siz bu orqali, bu sxema orqali hayotingizdagi muammolarni yechimini ko'rib chiqasiz. Yechimini bilamiz va yechimni bilish bilan birgalikda va unga qanday yechimlar topish mumkin va uni qanday hal qilish mumkin va o'sha hayotimizda bo'layotgan muammolar, kasalliklarda asosiy sabablarini, asl negizini sizlar bilan hozir birgalashib o'rtoqlashamiz, qadrdonlar. Azizlar, biz doim so'raymiz insonlardan, bir voqeaga insonlar bitta voqeaga bir inson yoki ikkita inson xil munosabatda bo'lishmi mumkinmi deb aytamiz. Bir voqeaga ikkita inson xil munosabatda bo'lishi mumkinmi desak, albatta bo'lishi mumkin deyshadi. Keyin yana bir savol beramiz. Mana sizlarga savolimiz shuki, voqea, hodisa to'g'ridan to'g'ri bizga ta'sir qiladimi? Masalan, ijobiy voqea, xursandchilik voqeasi bizga ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi deyshadi ko'pchilik qadrdonlarimiz. Yoki salbiy voqea bizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladimi? Albatta ta'sir qiladi deyshadi. Azizlar, salbiy voqea ham, ijobiy voqea ham to'g'ridan to'g'ri bizga ta'sir qilmaydi. O'sha voqeaga bo'layotgan bizni munosabatimiz, bizni qarashimiz, bizni yondashuvimiz o'zimizga ta'sir qiladi. Masalan, bir salbiy voqeani eshitamiz, xafa bo'lamiz, bizdan stress gormonlari chiqadi, kasal bo'lamiz. Bir voqeani eshitamiz, xursand bo'lamiz, baxt gormonlari chiqadi, sog'lom bo'lasiz. Xuddi shunday bir voqealardan birazlar, ana bir biz misol keltiramiz, bir onaxonimiz niyat qilishib, pul yig'ishib, Xitoyda eng oliy navli chinnilaridan bir kompleks sotib olishdi. Ham 24 ta odamga yetadigan, 24 kishiga yetadigan komplekt tarzda $5000 ga sotib oldi. Endi buni dugonalarga ko'rsatishlik uchun, ularga bir xursandchilik sherik qilishlik uchun uydan nima qilishni boshladi? Haligi onaxonimiz mehmon kutishlik uchun oppoq dasturxonlarni soldi. Unga chiroyli o'sha o'zini chinni buyumlarni qo'yishni boshladi. Meva-chevalarni qo'yapti, qand qurslarni qo'yishyapti, chaqchuqlarni qo'yishyapti. Endi likoplarni qo'yib turgan paytida katta bir chinnidan bo'lgan tilla suv yuritilgan vazasini ichkarida onamga yordamlashaman degan 5 yosh, 6 yosh qizaloqlari ko'targancha yugurib chiqishni boshladi. Haligi opamiz, haligi onaxon ko'rdi bu narsani. Hay to'xta degunicha nima bo'ldi? Haligi qizaloq qoqinib ketib, qo'lidan uchib ketib, devorga bordi, chil-chil sindi. Shu payt haligi opamiz nima qildi? Ha, men senga aytdim, yugurma dedim deb asablari buziladi. Har qanday insonda, bilasiz, asabi buziladi. Ayrimlar jahl qilishi mumkin, ayrimlar baqirishi mumkin, o'zi stress oladi, bolasi stress olishi mumkin, ayrimlar hatto bolasiga ozgina bo'lsa ham urish ham mumkin. Haligi opamiz nima bo'ldi? Qattiq stress oldi. Migreni bor edi. Migreni pриступ berdi. Boshi qisib qoldi. Skori chaqirishdi. Og'riq qoldiruvchi ukollarni qilyapti. U yaxshi yordam bermadi. Qon bosim ko'tarilib ketdi. Reanimabil chaqirishdi. U ham keldi, lekin haligi opamizni qon bosimlari tushmadi. Va u kishi nima qildi? Bo'lmagandan keyin, qon bosimlari tushmagandan keyin vrachlarimiz uni tez yordam mashinasi orqali banisiga olib yotqizishdi. 3 kunda haligi ayol o'ziga keldi. 3 kundan kelgandan keyin nima bo'ldi? Ahmoq bolaman. Eng katta vazamni, eng qimmatini sindirib qo'ydi. Endi meni komplektim nima bo'ldi? Chala bo'lib qoldi deb siqilib, bolasi tushmagir deb siqilib o'tirganda bir narsa yodiga tushdi. Bir narsa anglagandek bo'ldi. Bundan bir oy oldin
dugonasi xuddi shunday chinnilar olgan edi. Tilla suv yuritilgan. Eng oliy navla. U ham mehmon qilgandi. Bular borib mehmondorchilikda o'tirgan paytlarida dugonasini ham 5 yoshli qizalog'i onasiga yordamlashaman deb 3 ta 4 ta likopni qo'ldan tushirib yuborib sindirgandi. Lekin bu paytda dugonasi nima qildi? Bu paytda dugonasi shunday bordi, qizim qo'rqma. O'zing ishlasa qilmadimi? Qo'ya qol bolam. Kelgan bola shunga ursin deb nima qildi? Haligi qizchasi kulib o'ynab ketdi. Hali ayol o'ylashi mumkin. Qanday bo'lishi mumkin? Meni chinni buyumim singan paytda men stressga tushdim. Banisiga tushdim, qancha ukol dori oldim, kapelnisalar oldim, qancha aziyat chekdim. Nega buni meni dugonam hech qanday unda nima bo'lmadi? Asabiylashish, stress holati kuzatilmadi deb u ayol o'ylashi mumkin. Endi azizlar, qadrdonlar, biz mana o'sha sxemaga qaytamiz. Biz doim so'raymiz, voqea hodisa to'g'ridan to'g'ri insonga ta'sir qiladimi deb so'raymiz. Albatta ko'pchilik ha deyshadi. Yo'q. Voqea hodisa bizga to'g'ridan to'g'ri bizni kasal qilib qo'ymaydi, bizni sog'lom qilib qo'ymaydi. O'sha voqeaga nisbatan bizning munosabatimiz o'zimizga ta'sir qiladi. Mana hozir misolda ikkita ayol misol keltirdik. Bir ayol o'zi ham stressga tushyapti, bolasini ham stressga tushiryapti, kasal bo'lyapti, kapelnisi olyapti, banisida yotyapti. Bir ayol nima qilyapti? Osonlik bilan kelgan bola shunga ursin deb hech qanday kasalliksiz, stresssiz nima qilyapti? Bu ayol chiqib ketyapti. Xo'p, bu ayollarimizni qarang, mana chinni idish sindirib qo'ydi. Bu ayol nima bo'ldi? Negativ munosabatda bo'ldi. Mana minus munosabatda bo'ldi. Va u ayol nima bo'ladi? Stress oldi. U ayol stress oldi. Stress olgan paytida insonning qon tomirlari siqiladi. Qon tomiri siqilgandan keyin inson nima bo'ladi? Kasal bo'ladi. Mana kasal. Endi inson pozitiv munosabatda bo'lsa, ijobiy munosabatda bo'lsa, ya'ni kelgan bola shunga ursin bolam, mayli siqilma degan paytda mana qon tomiri siqilgani yo'q, inson sog'lom bo'lyapti. Endi biz doim so'raymiz, nima uchun inson kasallanyapti? Demak, insonning kasal bo'lishiga nima sabab ekan? Qon tomir siqilishi. Xo'p, qon tomir siqilishiga nima sabab? Stress. Stressga nima sabab desak, 99.9% insonlar ana bu chinni vazani, chinni idishda sinishligi deyshadi. Xo'p, xuddi o'shandek o'sha chinni idishda sinishligi bo'ladigan bo'lsa, nega buni ayolda ham chinni idish singan paytda u stress olmadi? Degan savol tug'iladi. Nega ayollar, azizlar, qadrdonlar bitta voqeaga ikkita ayol, ikkita opa singlimiz ikki xil munosabatda bo'lyapti degan savol tug'iladi. Azizlar, qadrdonlar, bunga birinchi sabab kelgan bola shunga ursin degan o'sha opa singlimiz yosh bolalik paytlarida shunaqangi bolalarda bo'ladi, bilasiz. Idish sindiradi, oyna sindiradi, bir narsani qo'ldan tushirib yuboradi. Mana shu paytda mana bu ayolni kelgan bola shunga ursin bolam, mayli o'zingga hech narsa qilma degan ayolning onalari nima qilgan? Kelib turib, bolam o'zingga hech narsa qilmadimi? Mayli qo'rqma bolam deb peshanasida bag'riga bosib qo'ygan. Nima bo'lyapti? Bu ayol o'sha o'zini onasidan olgan tarbiyasi asosida, onasidan o'rgangan ilmi asosida nima qildi? Bolasiga xuddi shunday munosabatda bo'ldi. Bizni o'zbek xalqining maqollari bor, qush uyasida ko'rganini qiladi. Mana bu singlimiz esa, mana bu opamiz esa o'sha o'zi ham stressga tushib, bolasi ham stressga tushib, banisiga tushgan singlimiz nima bo'ldi? Yoshlik paytlarida mana shunaqangi bir narsa sindirgan paytlarida onalari urushgan, jahl qilgan, urgan. Bu ayol ana shu narsani onasidan o'rgangan narsasi orqali, ilmi orqali o'zini farzandiga xuddi shunday munosabatda bo'ldi. Azizlar, qadrdonlar, demak, bizni stressga tushiradigan va qon tomirimizni siqadigan va bizni kasal qiladigan narsa nima ekan? Bu mana shu voqeaga nisbatan, azizlar, qadrdonlar, voqeaga nisbatan nima ekan? Bizning munosabatimiz bo'ladi. Mana. Endi bizning munosabatlarimiz, voqealarga nisbatan munosabatlarimiz har xil bo'lishligi, ijobiy, salb, negativ yoki pozitiv bo'lishligi nimaga bog'liq ekan? Bu o'sha ayollarni
ilmiga, tarbiyasiga, dunyoqarashiga bog'liq hisoblanadi. Demak, biz stressga tushmaslik uchun, qon tomirimiz to'laymaslik uchun, kasallikka chalinmaslik uchun nimani o'zgartirishimiz kerak ekan? Dunyoqarashimizni va voqealarga nisbatan yondashuvimizni o'zgartirishimiz kerak. Dunyoqarashimizni va o'sha voqeaga nisbatan munosabatlarimizni o'zgartirishimiz kerak, qadrdonlar. Uni munosabatni o'zgartirish nima orqali bo'ladi? Tarbiya bilan, ilm olish bilan bo'ladi, qadrdonlar. Demak, insonda miyasida qon tomiri siqilsa, migren bo'ladi. Siqilib yuraversa, insult bo'ladi. Yurakda qon tomiri siqilsa, stenokardiya bo'ladi. Deb yuragi sanchadigan bo'lib qoladi. Va u siqilishda davom etsa, infarkt bo'ladi. Oshqozonda qon tomiri siqiladigan bo'lsa, gastrit bo'ladi. Siqilishda davom etaversa, oshqozonda yara paydo bo'ladi, yazva paydo bo'ladi. Matkada qon tomiri siqilsa, kista bo'ladi, mioma bo'ladi. Ana endi umurtqada qon tomiri siqilsa, nima bo'ladi? Osteoxondroz bo'ladi, borib gireja bo'ladi. Ana endi insonni butun tanasida qon tomiri siqiladigan bo'lsa, qon bosim bo'ladi. Demak, azizlar, qadrdonlar, barcha kasallikka sabab nima ekan? Qon tomiri siqilishi. Qon tomiri siqilishiga sabab nima ekan? Stress. Stressga sabab nima? Idish-tovoq sinishi emas. Bu bizni o'sha hayotimizda bo'layotgan voqea hodisalarga bo'lgan munosabatimizga bog'liq bo'ladi. Bitta misol bilan tushuntiraman, yaxshiroq tushunasizlar, qadrdonlar. Hamkasaba ustozlarimizdan birlari aytadi. Bir ayol bilan men deydi, suhbatlashib o'tiribman, konsultatsiya qilyapman. Juda chiroyli, ilmli, farishtali, farosatli ayolga o'xshaydi. Gapdan gap chiqib ketib, turmush o'rtog'ingiz bormi dedim deydi. Bor edi. Yaqinda qaytish bo'ldi. Qancha bo'ldi qaytganiga? 30 kun bo'lyapti, 1 oy bo'lyapti. Lekin hali ayolda eri o'rgan ayolda hech qanday xususiyati yo'q. Qayg'usi yo'q, xafachiligi yo'q. Ha kulib o'tiribdi. Keyin men so'radim deydi. Namuncha xursandsiz, eringiz o'tganiga 1 oy bo'lgan bo'lsa desa, hali ayol aytibdi. Nima xafa bo'laymi? Eringiz shunchalik yomonmidi, zolimmidiki siz xursand bo'lyapsiz? Yo'q, erim zolim bo'lmagan. Erim shunaqangi yaxshi bo'lgan, shunaqangi muloyim bo'lgan, shunaqangi mehribon bo'lgan. Nega bo'lmasa xursand bo'lyapsiz? Desa, endi kelmoq bor, ketmoq bor. Xudoning taqdiri, qo'limdan nima keladi? Agar yig'laydigan bo'lsam, erim qaytib kelganda edi, yil o'nakka yig'lagan bo'lardim. Keyin aytibdi, ustoz, qarang. Men turmushga chiqqanman, yaxshi insonga chiqqanman. Nechta qizlar hali ayolni bergan javobi deyapti, hali ustoz aytibdi. Meni yiqitdi. Men gap topib bera olmay qoldim. Shunaqangi bu ayol farosat bilan, bir donolik bilan menga o'zini shu hayotini nima uchun bu inson o'sha narsadan stress olmaganini tushuntirib beryapti. Nechta qizlar turmushga chiqalgani yo'q, men turmushga chiqqanman. Nechta ayollar turmushga chiqadi, farzand ko'ra olmaydi. Men 4 ta farzand ko'rganman. Farzandlarim hammasi soppa-sog'. Nechta insonlar farzand ko'radi, farzandlari nogiron. Men Xudoga shukr qilaman. Nechta ayollar turmushga chiqqan, erlari ichadi, chekadi, kaltaklaydi, so'kadi. Meni erim esa, "Voy, kaltalashni qo'ying, qo'pol gapirmagan." Keyin erim yaxshi tadbirkor bo'lgan, farzandlarim yaxshi tarbiya bergan. Mana hozir erim o'tgani bilan uni bizneslarini turmush o'rtog'im yurgizyapti. Men shuning uchun minnatdorman erimdan va Xudoyimning taqdiridan roziman. Allohning o'zi berganida o'zi oldi. Men shuning uchun yashashim kerak farzandlarim uchun deb hali ayol tushuntirib berdi dedi. Qarang. Mana munosabatni ko'ring. Yana bir misol. Xuddi shunday bo'lgan voqea. Dars o'tilyapti. 4 kun, 5 kun biz mana kursimizda qatnashganlar bilishadi. Biz 4 kun, 5 kungacha kayfiyatingizni ko'taring, tabassum qiling deb insonlarni imkon qadar kayfiyatni ko'tarishga harakat qilamiz. Bir onaxon 4 kun, 5 kungacha mana shunday qora kiygan holatda, qo'llari soliq, xomish holatda, tushkun holatda o'tiribdi.
Keyin borib onaxon, mana 4 kun, 5 kun bo'ldi. Endi sal chehrangizni oching endi. Sal xursand bo'ling desa, xursand bo'la olmayman men. Nega xursand bo'la olmaysiz? Onam qaytish bo'ldi. Onalar o'tib qolgan shekilli, noto'g'ri gapiryapman shekilli deb, hali ustoz nima qilibdi? Onangiz o'tganlariga qancha bo'ldi desa, 7 yil bo'ldi debdi. Kulib yordim deydi ustoz aytadi. Onangiz necha yoshda edilar? 92 yoshda o'tdi. O'zingiz necha yoshsiz? 67 yosh. Xursand bo'lmaysizmi? 92 ga kira olmaganlar nechta? Bu onangizni to'yi bo'lyapti-yu. Xursand bo'lmaysiz, men xursand bo'la olmayman. Qarang. Bu joyda 7 yildan buyog'iga qarang. Voqeaga nisbatan munosabatni qarang. Bu onaxonimiz 67 yosh. Onasini ko'rmasdan katta bo'lgan chaqaloqlar bor. Onasi yoshligida o'tib ketgan insonlar bor. Bu onaxon 67 yil davomida onasining yonida yurgan, onasini duolarini olgan, xizmatini qilgan. Onaxon yosh ketgan yo'q, 92 yosh. Har bir inson mana shu narsaga kirishga nasib qilsin, bu yoshlarni o'tib ketaylik ilohim. Bu ayol qarang, 7 yildan buyog'iga stressda yuribdi. Ayol stressda bo'lsa, stressda bo'ladi. Farzandlar stressda bo'ladi. Endi oilada stress bo'ladigan bo'lsa, ham stressda bo'ladigan bo'lsa, ishlari yaxshi bo'lmaydi va oqibatda kasalliklar oilada baraka ketishga sabab bo'ladi. Azizlar, qadrdonlar, demak biz hayotimizdagi o'sha voqealarga nisbatan munosabatni o'zgartirish orqali dardlarimiz, nima uchun biz dardlar, kasallik deyapmiz azizlar? Chunki biz har kuni o'nlab, 20lab bemorlar bilan ishlaymiz. Ularda bo'ladigan kasalliklar, dardlarni ko'rish jarayonida bu shunga amin bo'ldikki, insonlarda kasallikka sababchilardan asosiy o'zi hisoblanadi. Insonda kasal bo'lishiga sababchilardan birinchi o'rinda insonning o'zi hisoblanadi. Meditsina birinchi yordam kerak bu azizlar. Tez yordam, vrachlarimiz omon bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Ularda aytganini qilish kerak. Birinchi yordam tariqasida ular kerak bizga. Lekin kasallik cho'zilib ketishligiga va boshqa sabablarga insonning o'zini munosabati sabab bo'ladi. Surunkali kasalliklar qayta bo'lishiga asosiy sabab nima bo'lar ekan? Insonning o'zi bo'ladi. Dori kasal qilib qo'ymaydi insonni, vrach kasal qilib qo'ymaydi. O'zimizni kasal qilamiz. Qanday qilib? Dunyo qarashimiz bilan, munosabatimiz bilan, xarakterimiz bilan, fe'l-atvorimiz bilan nima qilar ekanmiz? O'zimiz kasal qilar ekanmiz azizlar. Demak, azizlar, qadrdonlar, bu ilmlar, demak biz voqeaga nisbatan munosabatlarimiz negativ yoki ijobiy bo'lishligi nimaga bog'liq ekan? Bizning ilmimizga bog'liq. Bizni ilmimizga bog'liq. Demak, endi sizlarga yana bir savol beraman doimo. Nima uchun biz voqeaga nisbatan noto'g'ri, negativ munosabatda bo'lsak, stress olamiz va qon tomir torayib inson kasal bo'ladi. Nima uchun voqeaga nisbatan pozitiv holatda bo'lsak, qon tomir siqilmaydi, inson sog'lom bo'ladi. Nima uchun deb aytasizlar? Gormonlar, stress gormoni, kortizol deymiz ko'pchilik. Yo'q, ular fiziologiya. Endi sizlarni qiynamayman, javobni aytamiz. Azizlar, qadrdonlar, voqeaga nisbatan salbiy munosabatda bo'lsak, qon tomiri siqilib, stress olib kasal bo'lishligimiz yoki voqeaga nisbatan pozitiv munosabatda bo'lib, qon tomiri kengayib, sog'lom bo'lishligimiz nima uchun degan savolda bizni tanamiz mana shunday programmalashtirilgan. Biz voqeadan, hayotimizdan, o'tmishimizdan norozi bo'ladigan bo'lsak, o'zbekcha aytganda taqdirimizdan norozi bo'ladigan bo'lsak, ko'rgan kechirganlar norozi bo'ladigan bo'lsak, bizda qon tomiri siqiladi, kasal bo'lamiz. O'tmishimizdan, taqdirimizdan, ko'rgan kechirganlarimizdan rozi bo'ladigan bo'lsak, qon tomiri siqilmaydi, biz sog'lom bo'lamiz. Ya'ni yaratgan egam aytayapti: bandam, ko'rsatgan kunimga rozi bo'lsang, mazlaqi yashaver. Agar ko'rsatgan kunimga norozi bo'lsang, qon tomiring siqilib seni kasal qilaman deydi. Ya'ni bizni tanamiz nima ekan? Mana shunday programmalashtirgan, qadrdonlar. Buni o'zlashtirish uchun azizlar anglab yetsak bo'ldi. Biz bu dunyoga anglash uchun, tanish uchun kelganmiz, ilm olish uchun kelganmiz. Qanchalik biz ilm olgan sarimiz, o'zimiz haqimizda, hayot haqida bu narsani anglagan sarimiz stresslar kamayib boradi va kasalliklardan chiqib boramiz.
Azizlar, bitta suhbatda o'zi bu narsa yetkazib bera olmaymiz. Agar sizda yana ham tushunarliroq, yana ham mukammalroq bilimlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastlarda Telegram kanallarimiz, telefonlarimiz qo'yib qo'yilgan. Bemalol adminlarimiz bilan, kor sentrlarimizdan gaplashib, kurslarimizga kelib, bu ilmlarni chuqur o'rganib, mukammal o'rganib, o'z kasalliklaringizdan hech qanday dori-darmonsiz, maxsus psixologik, fiziologik mashqlar yordamida bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. Bemalol kelib, bizning markazlarimizga darslarda qatnashishingiz mumkin. Qadrdonlar, biz yana aytamiz, bizni kasal bo'lishimiz yoki sog'lom bo'lishimiz bu stressga, to'qchilikka, sho'xchilikka, musibatlarga, sinovlarga bog'liq emas. Mana shu bo'layotgan voqea hodisalarga bizning munosabatimiz o'zi ta'sir qiladi xolos. O'tmish ortda qoldi. O'tmishda nimaiki voqea bo'lgan bo'lsa, ular bizning ustozlarimiz. Kelajak esa oldinda. Kelajak esa oldinda. Bugundan boshlab o'tmishni orqaga tashlab, kelajak uchun yaxshi kayfiyatda ilmlar o'rganib, o'z ustida ishlab oladigan bo'lsangiz, sizda barcha surunkali kasalliklar sizni bir umrga tark qilishadi. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.